Lavrovga o'xshagan geosiyosiy farosatsizlar buni qo'rqoqlik deb qabul qiladi. Lavrovning tafakkuri shundayki, O'zbekiston meniki. Tasavvur qiling. Mana shu tafakkurda kelgan odam nima uchun men bu yozuvingda ruscha yo'q deb ayta oladi? Nima uchun o'zbekcha bor, inglizcha bor, ruscha yo'q deb ayta oladi? Yoki bo'lmasa aytadiki, men noroziman deydi Yevropa ittifoq bilan bunaqa munosabatga kirishingga. Endi men o'ylaymanki, faqat mana shu tafakkurda bu seniki, u meniki degan masalada fikrlab o'rgangan insonlar uchun g'ayratujga kuch eng muhim narsa. Yaxshi gap, madaniyatlilik, farosatlilik degan narsalar ular uchun 5 yoki 10 darajali narsa. Ya'ni sen unga mehmondo'stlik qilmoqchi bo'lsang, u qo'rqoqlik deb tushunadi. Mehmondo'stlik bizlarda yaqin odamni quchoq ochib kutib olinadi. Ya'ni bu bizda bu oddiy hol. Oddiy holat, sendan qo'rqayotgani uchun emas. Yo'q, albatta. Lekin Lavrovga o'xshagan geosiyosiy farosatsizlar buni qo'rqoqlik deb qabul qiladi.